Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi zal harf haqida gaplashamiz. Arab tilida 3 xil z tovushi mavjud bo'lib, bizdagi bugun o'tadigan zal harfimiz bizda o'zbek tilida yo'q bo'lganligi sabablisidan ham buni birinchi o'rinda mahrajlari va sifatlariga yaxshi e'tibor berib olishimiz kerak bo'ladi. Har doimgidek birinchi o'rinda zal harfini yozilish jihatiga e'tibor beramiz. Dal harfi edi, dal harfi edi. Ustiga bitta nuqta qo'yamiz. Zal harfi bo'ladi. Ya'ni nuqtasi dalni ustida nuqtali borligi zal harfi bo'ladi. Endi bu so'z o'rtasi va so'z oxirida mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni dal harfini ustiga bitta nuqta qo'yadigan bo'lsak, zal harfi hosil bo'ladi. Zal harfi o'zidan oldingi ulanganligi va o'zidan keyingi ulanmaganligi sabablisidan ham zal harfi ikki xil ko'rinish, ya'ni so'zni boshida va alohida ko'rinishi, so'zni o'rtasi va oxirida ko'rinishlari mavjud. Zal harfining mahrajiga e'tibor beradigan bo'lsak, zal harfining mahraji tilimizning old uch qismi, ya'ni tilimizning old degani tepa taraf bo'ladigan bo'lsa, uch qismi mana shu taraf bo'ladi. Tepa tishlarimizning kesuvchi qismiga, ya'ni tepa tishlarimizning kesuvchi qismidan tengma-teng bo'lgan holatda, ya'ni bunda tepa tishlarimizning orqa qismida qolib ketadigan bo'lsa, mahraj bo'lmaydi. Ya'ni tepa tishimizning kesuvchi qismi bilan tengma-teng bo'lganda, ya'ni tilimiz ozgina tishdan oldinroqqa chiqqan holatda hosil bo'ladigan harf hisoblanadi. Ya'ni bunda biz agarda zal harfida tilimiz tishni orqa qismida qolib ketadigan bo'lsa, zal harfi bizdagi oddiy za harfi bilan bir xil bo'lib qoladi. Endi buni oddiy holatda aytadigan bo'lsak, ikkita tishimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani orasiga qo'yadigan bo'lsa, ikkita tish orasiga qo'yib, o'shanda zal harfi tilimiz uchun ozgina tishlagan holatda hosil qiladigan bo'lsak, zal harfi to'g'riroq holatda hosil bo'ladi, lekin havo o'sha paytda pastki tishlar orasidan emas, balki tepa tishlarimizning kesuvchi qismi va tilimizning old uch qismidan hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Zal harfini mahraji, ya'ni za, zi, zu, az bo'lib qolmasin. Ya'ni bunda xushtakismon sifati yo'q. Az holatda hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Endi zal harfining sifatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi jahr, ya'ni jarangli. Tovush paychalarimiz, ya'ni tovush paychalarimiz bir-biriga yaqinlashadi. Havo kam chiqadi, lekin tovush baland bo'ladi va tovush paychalarimizda titrash hosil bo'ladi. Ikkinchi sifati rohova, ya'ni sirg'aluvchi. Mahrajiga sirg'algan holatda hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni za, zi, zu yoki sukunli holatda az holatda hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi sifati istifola, ya'ni ingichka, ya'ni fatha bilan kelganda yoki zal harfini talaffuz qilganimizda tilimizning orqa qismi yuqori yumshoq tanglarga ko'tarilmasi kerak. Ya'ni ingichka holatda. Za, zi, zu. Agarda buni zo qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu harfni istifola sifati to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun biz har doim ingichka holatda za, zi, zu holatda hosil qilishimiz kerak. Undan keyingi 4-sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, 4-sifati infitoh, ya'ni ochiqlik sifati bor. Ochiqlik, ya'ni bunda tilimizning o'rta qismi yuqori tanglayda hech qanaqa havo siqilishi bo'lmaydi. Buni ochiq holatda hosil qilamiz. Ya'ni za, zi, zu hech qanaqa og'iz bo'shlig'imizda havo siqilmaydi. Undan keyin o'ziga xos sifati yo'q bu harfni, ya'ni 4 xil sifatlari bor ekan. Ya'ni jahr, jarangli, rohova sirg'aluvchi, istifola ingichka va infitoh ochiq holatlardagi sifatlari bor ekan. Zal harfining mahraji, sifatlari va yozilish jihatlariga e'tibor berdik. Endi ekraningizda ko'rinib turgan matnni men o'qiyman. Sizlar balandroq holatda takrorlashingiz kerak bo'ladi. Za, zi, zu, iz, muz, khuz, zuba, zuqa, zar, munzu, iznu, bazlu, zikru, zihnu, mazhaba, zahala, yazhalu, bazala, yabzulu, azhaba, yuzhibu, zifru, zifru,
bazlu, bazlu, abzal, abzal. Yuqorida o'tgan zal harfimiz arab tilida bor, lekin o'zbek tilida yo'q bo'lganligi sabablisidan biz buni ko'proq holatda eshitishimiz kerak bo'ladi va balandroq holatda qaytarishimiz kerak. Balandroq holatda qaytaradigan bo'lsak, eshitganimizni tilimiz qaytarishga harakat qiladi va shunda bizni harfimiz arabiy holatda hosil bo'ladi. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Ila liqo, ma'assalama.